Jimxona termini bir asr avval sportchilarni mahoratlarini namoyish etish musobaqalari orqali foydalanishga kiritilgan edi. Avtosport ishqibozlari uni yanada ommabopligini oshirishdi. Ayniqsa Ken Block o'z roliklari bilan ushbu dasturni ommalashishiga hissa qo'shdi. O'tgan yildan boshlab O'zbekistonda ham Jimxona bo'yicha milliy chempionat o'tkazila boshlandi. Ishtirokchilar 2025-yilgi mavsumni fevral oyida boshlab olishgan edi. Poytaxtimizda ushbu musobaqaning ikkinchi bosqichi tashkil etildi. В прошлом году был призером несколько раз и O'tgan yili Jimxonada sovrindor bo'lganman. Bu yil Osiyo chempionatiga chiqishga harakat qilamiz. Birinchi haydaganimda biroz hayajonlangandim. Hozirgi urinishni xatosiz o'tdim. Yaxshi natija qayd etishga urinib ko'raman. birinchi haydaganim Chempionat qatnashchilari odatga ko'ra belgilangan masofani tez va xatosiz bosib o'tishlari kerak. Yo'nalishda esa avtomobillar bilan turli harakatlarni amalga oshirishlari lozim. Bosqich yakunlariga ko'ra shohsupaga yangi nomlar ko'tarildi. Barcha ishtirokchilar bitta avtomobildan foydalandi. Shu bois imkoniyatlar teng edi. Faqat sportchini mahorati hal qiluvchi rol o'ynadi. Ikki urinish yakunlariga ko'ra Olim Ahmadjonov 3-natijani qayd etdi. Bobur Qurbonqulov 2-o'rin egasiga aylandi. Dilshod Yusupov bosqich g'olibligini tantana qildi. G'olib va sovrindorlarga kubok va diplomlar taqdim etildi. Ular o'z hisoblariga chempionat ochkolarini ham qo'shib qo'yishdi. Jimxona bo'yicha O'zbekiston chempionatining navbatdagi bosqichi yakuniga yetdi. Barcha g'olib va sovrindorlar aniqlab olindi. Navbatdagi bosqich esa may oyida tashkil etiladi. Siz ham ushbu musobaqaga kelib ishtirok eting va mahoratingizni sinab ko'ring. Abdulaziz Qurbonov, Shuhrat Yusupov, Sport.